Farzandingiz soatlab multfilm ko'radi, lekin bir xil shakllarni ajrata olmayaptimi? Bu uning mantiqiy tafakkuri yetarli mashq olmayotganining belgisi. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, 3-6 yoshli bolalarning 58% ekran oldida kuniga 3 soatdan ko'p vaqt o'tkazadi, ammo 10 boladan faqat 3 nafari mantiqiy o'yinlar bilan shug'ullanadi. Hayotiy misol: bola bu nima degan savolga javob beradi, lekin bu narsani yana qayerda ko'rish mumkin desangiz, javob topolmaydi. Chunki u shaklni eslab qolgan, lekin tahlil qilishni o'rganmagan. To'g'ri tanlangan mantiqiy o'yin bola miyasi uchun eng foydali sport zal. Harvard University mantiqiy o'yinlar prefrontal korteksni faollashtiradi. Stanford University haftasiga 4 marotaba o'yin, muammo yechish 50% ni, nutq 30% ni o'stiradi. Oxford University rang, shakl va sabab-oqibat o'yinlari tafakkurni erta shakllantiradi. Yaponiyada Smart Play har kuni nimaga o'zgaradi, keyin nima bo'ladi o'yinlari. Farzandingiz har kuni miyasi uchun mashq olyaptimi yoki faqat ko'rish bilan cheklanib qolyaptimi? Bugun bu savolga psixolog javob beradi. Biz yoshligimizda ilgarilari ota-onalarimiz tomonidan bizlarga topishmoqlar aytilardi va biz topishmoqlarni o'rgangan holatda, fikr qilgan holatda o'z fikrlarimizni, javoblarini aytardik. Shu bilan birga tez aytishlarni o'rgatish orqali bizlarga tez-tez gapirishni, tez-tez fikrlashni va o'z fikrimizni namoyon qilishlarni ota-onalarimiz tomonidan bizga o'rgatib borilgan. Lekin hozirgi kunda bu metodlardan umuman foydalanilmayapti. Ya'ni biz asosan bolalarimizni gadjetlarga bog'ladik, ularni televizorga yoki multfilmlarga bog'ladikda, ularni o'zini nutqini rivojlantirishga, tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan oldingi samarali usullardan hozirgi kunda biz foydalanmayapmiz. Biz shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, topishmoqlar farzandlarimizni mantiqiy fikrlashga undaydi va ularni o'zini fikrini namoyon qilishga va o'zini o'sha nutqi orqali buni bizga yetkazib berishga harakat qilishga imkoniyat yaratadi. Biz farzandlarimiz uchun albatta topishmoqlarni aytishimiz, ular bilan bir davrada o'tirib, ularga topishmoq aytib, ularga shu topishmoqni javobini topish uchun 2-3 daqiqa berishimiz kerak. Topishmoq aytdik, biz ulardan tezlik bilan javob kutishimiz kerak emas. 2-3 daqiqa ularga ajratsak, 2-3 daqiqada ular mantiqiy fikrlagan holatda bizga javobini aytish kerak bo'ladi. Shu tarzda biz topishmoqlarni ketma-ketligini rivojlantirgan holatda savollar berib, savollar bilan murojaat qilib, ularga topishmoqlarga beriladigan, topishga beriladigan vaqtni kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. 2-3 daqiqadan 1 daqiqaga. Shunday qilib, bir qancha biz topishmoqlarni aytish orqali, ularni javobini farzandlarimizdan kutish orqali ham biz ularni mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Yana shu bilan birga albatta tez aytishlarni farzandlarimiz bilan birgalikda harakat qilib ularga o'rgatsak, bu farzandlarimizni nutqini rivojlanishiga, fikrlash tezligini rivojlanishiga, xotirasini, diqqatini bir joyga jamlashga imkoniyat yaratiladi. Va albatta bu metoddan foydalangan ota-onalar albatta farzandlari bilan yaxshi natijalarga erishish imkoniyati yaratiladi.